Dilbar, bu yoqqa mehmonlar keldi. Qiz juda kichik ekan, hali go'dak-ku. Ko'rinishiga qaramang, opa. Chaqqongina qiz. Ukalarini ham o'zi katta qildi. Dilbar, bu seni eling, qo'lini o'p. Qizinglarni olib ketinglar, Husayn og'a. Tinchlikmi? Qizimiz beodoblik qilib qo'ydimi? Yo'q, aslo. Unday emas. Gap o'g'limda. Qizga zulm qilyapti. Bir kuni o'ldirib qo'ymasaydi. Qaysi birimiz zulm ko'rmadik, opa? Hech nima qilmaydi. Ozgina sabr qilsin. O'lib qolishi mumkin. Hech nima qilmaydi. Dilbar bu uydan oq ko'ylakda chiqdimi? Chiqdi. Bu yerga faqat kafan bilan qaytadi.